xat yozib aytdiki, ana shu arablarning ichida payg'ambarlikni da'vo qilayotgan Muhammad degan ismli kishi chiqibdi. Ikkita bir kuchli odamini jo'natgan, meni oldimga olib kelsin dedi. Ba'zan bu hatto ishga olganidan keyin ikkita baquvvat kuchli polvonlaridan Madinaga jo'natdi. Madinaga kelib payg'ambar bilan uchrashdi. Seni podshohlarning podshohi Kisro bizni podshohimiz Bozonga mana xatni yozdi, biz bilan ketishlikka tayyorgarlik-ku. Bo'lmasam kuch bilan olib ketamiz dedi. Rasulullohga tahdid qilishdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdi, ertaga kelinglar, ertaga xabarni aytaman sizga, javobimni aytaman dedi. Tong otdi kelishdi. Shunda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdiki, sizlar Bozonga borib aytinglar podshohlarga. Bugun tunda Kisroning o'g'li Shiraveh o'zini otasini qatl qildi dedi. Fors bilan Madina o'rtasida bir necha kunni, bir necha bir oylarda keladigan muddat edi. U yerda bo'lgan xabarni faqat vahiy orqali yetishib mumkin edi. Hali ikki kishi polvon aytdiki, nima deyapsan? Nima deyotganini tushunyapsanmi dedi. Sizlar borib shunday aytinglar dedi. Ikkita polvon Yamanga qaytib keldi, valiyga, podshohga bu Muhammad degan kishi mana bunday gaplarni aytdi. Shiraveh o'zini otasi Kisroni o'ldiribdi dedi. Ba'zan aqlli odam bo'lganida aytdiki, kutib turamiz dedi. Agar bu gap yolg'on bo'lsa, o'zimiz bilan ishimizni qilamiz. Yo agar rost bunday bo'ladigan bo'lsa, bu gapni faqat nabiy aytishi mumkin dedi. Va bir necha kunlardan keyin Bozonga Forsdan xat keldi. Shiraveh o'zini otasini o'ldirganligi, o'zini xalqiga zulm qilganligi uchun, sharafli kishilarni o'ldirib olganligi uchun, ularda ayollarni o'ziga cho'ri qilib olganligi uchun, xalqim uchun intiqom olib, otamni o'ldirdim va menga itoat qilishlikka xalqingdan va'dani qasamda olib qo'y degan xatni eshitdi. Shunda Bozon xatni oldida ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammad rasululloh iymonga keldi. Va unga ergashib Yamandagi barcha ana shu Yaman xalqini boshqarib turgan forslar islomga kirdi. Bu Abdulloh ibn Huzofani Fors podshosi bilan bo'lgan muomalasi edi. So'ngra Alloh azza va jalla Abdulloh ibn Huzofani yer yuzidagi ulkan ikki buyuk podshohning ikkinchisi Qaysarga ro'baro qildi.